Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bugun biz sizlarga ob-havo prognozini aytib beramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna va like bosishni unutmang. Bu ikkinchi videomiz. Kanal yangi. Kuchli yomg'ir, sel xavfi. O'zgidromet hafta boshi uchun prognozini e'lon qildi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 24-mart dushanba kuni Qatar hududlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbida 3-8 metr sekunda tezlikda esadi. 12 metr sekundagacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-14 darajada iliq, kunduzi 15-16 darajada iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbida 7-12 metr sekunda tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Shamol g'arbida 7-12 metr sekunda tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundagacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekunda tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundagacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekunda tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundagacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekunda tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-12 metr sekundagacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib,
g'arbdan 7-12 metr sekundda tezligida esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Baland tog' hududlarda qor aylanishi mumkin. Tog'li hududlarda qor ko'chishi xavfi bor. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekundda tezligida esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. O'zbekistonga dam olish kunlari nam va nisbatan salqin havo kirib kelishi ma'lum qilingan. 24-27 mart kunlari kutilayotgan yomg'irli ob-havo sabab respublikaning 9 ta viloyati tog'oldi va tog' hududlarida sel xavfi e'lon qilindi. Videomiz yoqqan bo'lsa bizga obuna va like bosing.